Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar va ota-onasi yoki yaqinlari pensiya oladigan oilalar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash nimani anglatadi? Kimning pensiyasi oshishi mumkin, kimda o'zgarish bo'lmasligi mumkin va eng muhimi, pulingiz kamib ketmasligi yoki sizga tegishli qo'shimcha mablag' qolib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Bu mavzu juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya oshar ekan degan gapni eshitadi, lekin oshirish hamma uchun bir xil bo'ladimi? Avtomatik bo'ladimi? Ariza yozish kerakmi? Qaysi hujjat ta'sir qiladi? Ish staji qayta ko'riladimi? Degan savollarga aniq javob topa olmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu videoda masalani oddiy tilda, real hayotiy misollar bilan batafsil tushuntiraman. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerakligini aniq qilib olaylik. Pensiya qayta hisoblanishi bu faqat hammaning pensiyasi falon foizga oshadi degani emas. Qayta hisoblash bir nechta sabab bilan bo'lishi mumkin. Birinchisi, davlat tomonidan pensiya va nafaqalar miqdori oshirilganda. Masalan, bazaviy hisoblash miqdori, eng kam pensiya, nafaqa miqdori yoki ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar o'zgarsa, pensiya jamg'armasi mavjud pensiyalarni yangi ko'rsatkichlar asosida qayta ko'rib chiqadi. Ikkinchisi, fuqaroning pensiya huquqiga ta'sir qiladigan yangi hujjatlar topilganda. Masalan, ilgari ish stajiga kirmagan davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topildi. Harbiy xizmat davri tasdiqlandi. Bolani parvarishlash davri yoki boshqa qonuniy davrlar hisobga olinmadi. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchisi, fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa va qonunchilikda belgilangan tartibda uning ish haqi yoki qo'shimcha staji hisobga olinadigan bo'lsa, ayrim holatlarda qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar men ishlayapman, demak har oy pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Qayta hisoblash aniq tartib, muddat va asos bilan amalga oshiriladi. Oldin qanday edi? Ko'p hollarda odamlar pensiyaga chiqqan vaqtida mavjud hujjatlar asosida pensiya tayinlangan. Qaysi ish joyidan ma'lumot bor, qaysi davr tasdiqlangan, qaysi oyliklar hujjat bilan ko'rsatilgan bo'lsa, shular hisoblangan. Keyinroq odam arxivdan eski ish haqi haqida ma'lumot topib kelgan bo'lsa yoki avval hisobga olinmagan ish staji aniqlansa, u ariza bilan murojaat qilib pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin bo'lgan. Hozirgi o'zgarishning mohiyati shundaki, 1 avgustdan boshlab qayta hisoblash masalasi ko'pchilik uchun yana dolzarb bo'ladi. Chunki pensiya miqdori faqat yoshga doir pensiya degan nom bilan emas, balki staj, ish haqi, qo'shimcha ustamalar, eng kam miqdor nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, mehnat faoliyati va hujjatlar to'liqligi bilan bog'liq holda shakllanadi. Shuning uchun men har bir tomoshabinga bir narsani aytaman. Qo'shnimniki oshdi, meniki oshmadi degan gapning o'zi yetarli emas. Har bir pensiya ishi alohida hisoblanadi. Birinchi toifa eng kam pensiya yoki eng kam nafaqa atrofida pul olayotgan fuqarolar. Agar davlat tomonidan eng kam pensiya miqdori oshirilsa, bunday fuqarolarda o'sish ko'proq seziladi. Masalan, fuqaroning hisoblangan pensiyasi ish staji va ish haqi past bo'lgani uchun juda kichik chiqqan bo'lishi mumkin. Davlat esa pensiya bundan kam bo'lmasin degan kafolat miqdorini belgilaydi. Shunda fuqaroning real oladigan puli shu kafolat darajasiga yetkaziladi. Misol qilaman. Faraz qilaylik, Salima opa 23 yil ish stajiga ega. Lekin ishlagan davrining katta qismida oyligi past bo'lgan yoki hujjatlar to'liq saqlanmagan. Uning pensiyasi hisob-kitob bo'yicha 720 ming so'm chiqdi. Lekin amaldagi eng kam pensiya bundan yuqoriroq bo'lsa, unga eng kam miqdorgacha yetkazib beriladi. Agar 1 avgustdan eng kam pensiya miqdori oshsa, Salima opaning pensiyasi ham yangi eng kam chegaraga moslab ko'tarilishi mumkin. Bu yerda oshish uning shaxsiy ish haqi hisobidan emas, davlat kafolati hisobidan bo'ladi. Ikkinchi toifa ish staji to'liq hisoblanmagan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ayniqsa 1990 yillar, undan oldingi davrlar, kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, qurilish tashkilotlari, kichik korxonalar, tugatilgan zavod, fabrikalar bo'yicha hujjatlar topilmay qolgan bo'lishi mumkin. Odam men 35 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya ishida 27 yil tasdiqlangan bo'ladi. Og'zaki gap bilan staj qo'shilmaydi. Buni albatta hujjat tasdiqlash kerak. Masalan, Karim aka 1992 yildan 1998 yilgacha bir qurilish boshqarmasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda o'sha tashkilot allaqachon yopilgan
ma'lumot topilmagan, natijada 6 yil staj hisobga kirmagan. Keyin u tuman arxividan buyruq nusxalari ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar ko'rsatilgan ma'lumotnoma topdi. Agar hujjatlar qonuniy talablarga javob bersa, shu 6 yil stajga qo'shilishi va pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu o'shish hammaga beriladigan umumiy oshirishdan alohida masala. 3-toifa pensiya tayinlanganda ish haqi past davrlar olingan. Lekin keyin yaxshi oylik olgan davrlari bo'yicha ma'lumot topganlar. Pensiya miqdoriga ish haqi ham ta'sir qiladi. Ba'zan fuqaro pensiyaga chiqayotganda arxivda yaxshi oylik olgan yillari tasdiqlanmaydi. Natijada boshqa pastroq maoshli davrlar asos qilib olinadi. Keyin hujjat topilsa, qayta hisoblash foydali bo'lishi mumkin. Masalan, Nodira opa 1975-1990 yillarida yuqori malakali mutaxassis bo'lib ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda shu davr bo'yicha ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Natijada 1995-2000 yillardagi pastroq ish haqi asos qilib olingan. Agar Nodira opa arxivdan oylik ma'lumotnomasini olsa va bu davr pensiya hisobiga ko'ra foydaliroq bo'lsa, pensiyasi o'sishi mumkin. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Har qanday yangi ma'lumot pensiyani avtomatik oshiradi degani emas. Yangi ma'lumot eski hisobdan foydaliroq bo'lsa, natija seziladi. 4-toifa nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Nogironlik pensiyasida guruh ish staji, nogironlik sababi tibbiy xulosa muddati. Qo'shimcha ustamalar muhim rol o'ynaydi. Agar nogironlik o'zgarsa, masalan, 3-guruhdan 2-guruhga o'tsa yoki tegishli ustama huquqi paydo bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Aksincha, guruh pasaysa yoki tibbiy xulosa muddati tugab, vaqtida tasdiqlanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ham mumkin. 5-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu holatda oiladagi boqmandalar soni, bolalarning yoshi, o'qishi, mehnatga layoqatsiz a'zolar bor yo'qligi ahamiyatli. Masalan, marhumning 2 farzandi o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, farzandlardan biri 18 yoshga to'lganda yoki kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlanmasa, ulush o'zgarishi mumkin. Aksincha, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot vaqtida taqdim etilsa, to'lov davom etishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan, barcha ish stajingiz to'liq kiritilgan, oylik ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan, qo'shimcha ustama huquqingiz bo'lmasa va avgustdagi o'zgarish sizning toifangizga taalluqli bo'lmasa, sizda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu yomon narsa emas. Bu shunchaki sizning pensiyangiz allaqachon mavjud ma'lumotlar bo'yicha to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Yana bir oddiy misol. 2 pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin pensiyasi har xil chiqadi. Nega? Birinchisida bir tam yil rasmiy staj bor. Ish haqi yuqori bo'lgan, hujjatlari to'liq. Ikkinchisida 25 yil tasdiqlangan staj bor. Qolgan yillar norasmiy ishlangan yoki hujjat yo'q. Shunda birinchi odamning pensiyasi ancha yuqori. Ikkinchisiniki pastroq bo'ladi. 1 avgustdan qayta hisoblash bo'lsa ham ularning oshishi bir xil bo'lishi shart emas. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, xatolar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala: qayta hisoblash bilan indeksatsiya adashtirmang. Indeksatsiya yoki umumiy oshirish davlat tomonidan belgilangan miqdor va sanaga bog'liq. Bunda pensioner alohida ariza bermasa ham, odatda tizim orqali qayta hisob-kitob qilinadi. Qayta hisoblash esa ko'pincha shaxsiy holatga bog'liq. Yangi staj, yangi ish haqi ma'lumoti, nogironlik guruhi, oilaviy tarkib, imtiyoz huquqi. Bunda ariza va hujjat talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik masala: pensiya oshishi haqidagi xabarni eshitib, darhol menga falon so'm qo'shilishi kerak deb hisoblamang. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p hollarda umumiy gap tarqaladi. Lekin rasmiy hujjatdagi aniq toifa, sana, foiz, miqdor tartib aytilmaydi. Men har doim shuni tavsiya qilaman, rasmiy manbani ko'ring. Pensiya jamg'armasi, MyPodGobuz, mahalliy pensiya bo'limi yoki rasmiy axborot kanallari orqali tekshiring. 3-nozik masala: hamma qo'shimcha hujjat ham pensiyani oshirmaydi. Masalan, siz 30 yil staj topdingiz, lekin pensiya hisobida allaqachon maksimal darajada hisobga olinadigan miqdorlar yetarli bo'lsa yoki topilgan davr qonun bo'yicha staj sifatida kiritilmasa, natija kutilgandek bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatda odam hujjat olib bordim, nega oshmadi deb xafa bo'ladi. Aslida masala hujjat borligida emas, uning pensiya formulasi bo'yicha ta'sirida. 4-nozik masala: norasmiy ishlagan davrlar. Ko'pchilik men falon joyda 10 yil ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv yo'q.
buyruq yo'q, ish haqi qaydnomasi yo'q, soliq yoki sug'urta ajratmalari ko'rinmaydi. Bunday davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Ba'zan sud tartibida mehnat munosabatini tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. Shuning uchun men doim aytaman, ish staji bo'yicha har bir yil hujjat bilan mustahkam bo'lishi kerak. 5-nozik masala. Chet elda ishlagan davrlar. Agar fuqaro boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davrni pensiyaga qo'shish masalasi xalqaro shartnomalar, hujjatlarning rasmiylashtirilishi, tarjima va tasdiqlash tartibiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan davrlar bo'yicha oddiy ma'lumotnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaysi davlat, qaysi yillar, qaysi hujjatlar borligi alohida tekshiriladi. 6-nozik masala. Ishlayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensioner pensiya olayotgan bo'lsa, uning keyingi mehnat faoliyati qanday hisobga olinishi qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Ba'zan odam men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana 5 yil ishladim. Endi pensiyam 2 barobar bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Yo'q, bunday to'g'ridan to'g'ri qo'yda yo'q. Qo'shimcha staj yoki ish haqi qachon va qanday tartibda qayta ko'rilishini pensiya jamg'armasidan aniq so'rash kerak. 7-nozik masala ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zan fuqaro oilaviy holati, nogironlik guruhi, o'qish holati yoki boshqa ma'lumot o'zgargani vaqtida bildirmaydi. Natijada unga ortiqcha pensiya yoki nafaqa to'lanib ketadi. Keyin bu pul qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishni tashlasa, lekin bu ma'lumotni bildirmasa, keyingi oylar uchun ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat oshirishni emas, majburiyatlarni ham unutmaslik kerak. 8-nozik masala. Bank kartaga tushgan pul bilan hisob-kitob varaqasini solishtirish. Ba'zan odam faqat kartaga kelgan summani ko'radi, lekin pensiyada ushlab qolish, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, bankdagi texnik kechikish, oylar kesimida farq bo'lishi mumkin. Agar siz oshish kerak edi, lekin kam tushdi desangiz, avval pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Kartaga tushgan summa yakuniy holatni ko'rsatadi, lekin sababni tushuntirmaydi. 9-nozik masala. Bir hududda bir amaliyot, boshqa hududda boshqa amaliyot bo'lib ko'rinishi. Aslida qonun bitta, lekin hujjatlarning holati har xil bo'lgani uchun natija farq qiladi. Bir odamda mehnat daftarchasi toza, buyruqlar bor, ish haqi ma'lumotlari aniq. Boshqasida tashkilot tugatilgan, arxivda ma'lumot yo'q, yozuvlarda xato bor. Shuning uchun mahalladagi falonchiga qo'shildi. Menga ham qo'shilish kerak degan taqqoslash ko'pincha noto'g'ri xulosa beradi. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq bosqichlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi qadam. Hozirgi pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Pensiya bo'limiga murojaat qilib, sizning pensiya ishingizda qaysi ish staji, qaysi davrlar, qaysi ish haqi ma'lumotlari hisobga olinganini aniqlang. Siz menga qancha pensiya chiqdi deb emas, qaysi ma'lumotlar asosida chiqdi deb so'rashingiz kerak. Chunki muammo ko'pincha summada emas, summani keltirib chiqargan hujjatlarda bo'ladi. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, tashkilot nomi, buyruq raqami, muhr, imzo to'g'ri yozilganmi, hammasini ko'ring. Eski mehnat daftarchalarida bitta harf xatosi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda familiya Yusupova, mehnat daftarchasida Yusupova o'rniga eski yozuvda boshqacha ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. 3-qadam, arx hujjatlarini qidiring. Agar siz ishlagan tashkilot yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, lavozim, ish haqi qaydnomasi, shaxsiy varaqa yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar so'raladi. Arxivga murojaat qilganda tashkilot nomini, taxminiy yillarni, lavozimingizni, ishlagan bo'limingizni aniq yozing. Men eski zavodda ishlaganman degan umumiy gap arxivga yordam bermaydi. 4-qadam, agar sizda bolani parvarishlash, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa alohida davrlar bo'lsa, ularning pensiya stajiga kirish-kirmasligini aniqlang. Bu davrlarning hammasi ham bir xil tartibda hisoblanmaydi. Masalan, harbiy xizmat uchun harbiy bilet yoki tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Bolani parvarishlash davri uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, onalik davri bilan bog'liq hujjatlar talab qilinishi mumkin. Har bir holatda aniq asos bo'lishi kerak. 5-qadam, ariza yozing. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, uni shunchaki ko'rsatib ketmang. Pensiyani qayta hisoblashni so'rab yozma ariza bering.
Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, qayta hisoblashga sabab bo'lgan hujjatlar ro'yxati va aniq iltimos ko'rsatilishi kerak. Masalan, 1994-1999 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrimni ish stajimga qo'shib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, asl nusxalarini esa talab qilinsa ko'rsating. 6-qadam. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Og'zaki murojaat bilan yozma murojaatning farqi katta. Siz ariza topshirgan sana qayta hisoblashning qaysi oydan qo'llanishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ariza raqami qabul qilingan sana yoki elektron murojaat bo'lsa, ro'yxatga olinganligi haqidagi xabarni saqlang. 7-qadam javobni kuting va yozma tushuntirish so'rang. Agar pensiyangiz oshirilsa, qaysi asos bilan oshirilganini bilib oling. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma bo'lsin. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Yozma javobda qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma bo'yicha hisobga olinmagani yoki nima sababdan qayta hisoblashga asos yo'qligi ko'rsatilishi kerak. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniyati borligini biling. Men har doim birinchi navbatda hujjatlarni to'liq yig'ib, pensiya jamg'armasi bilan muloqotni yozma shaklda olib borishni tavsiya qilaman. Chunki nizoli vaziyatda aynan hujjatlar va yozma javoblar asos bo'ladi. Keling, yana bir real hayotga yaqin vaziyatni ko'ramiz. Dilorom opa pensiya olayapti, lekin pensiyasi past. U 1998-1993 yillarda tikuv fabrikasida ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira, tashkilot nomi to'liq o'qilmaydi. Pensiya tayinlanganda bu davrning bir qismi hisobga olinmagan. Dilorom opa arxivga murojaat qiladi. U yerdan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topiladi. Keyin u pensiya bo'limiga qayta hisoblash bo'yicha ariza beradi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, uning staji ko'payadi. Staj ko'paygani sababli pensiya miqdori ham oshishi mumkin. Lekin oshish 500 ming so'm bo'ladimi, 1 ming so'm bo'ladimi yoki umuman ta'siri kam bo'ladimi? Bu uning umumiy staji. Oylik ma'lumotlari va amaldagi hisoblash tartibiga bog'liq. Yana bir misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan. U men ishladim, endi pensiyam albatta oshadi deb o'ylaydi. Lekin uning keyingi ish davri bo'yicha qayta hisoblashga asos borligi, qaysi tartibda ko'rilishi va qaysi sanadan qo'llanishi alohida tekshiriladi. Shuning uchun Rustam aka birinchi navbatda o'zining pensiya bo'limiga borib, pensiyaga chiqqanimdan keyingi ish davrini qayta hisoblashga asos bo'ladimi deb yozma yoki rasmiy tartibda so'rash kerak. 3-misol. Mohira opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzandi kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qishda davom etayotgan bo'lsa, buni tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi ehtimoli bor. Keyin hujjat olib borilganda masala tiklanishi mumkin, lekin vaqtida topshirish doim yaxshiroq. Men tomoshabinlarga yana bir muhim maslahat beraman. Pensiya masalasida eshitgan gapga emas, hujjatga ishoning. Qo'shni, tanish, ijtimoiy tarmoqdagi izohlar yo'l ko'rsatishi mumkin. Lekin sizning pensiyangizni faqat sizning hujjatingiz hal qiladi. Sizda staj bormi? Oylik ma'lumoti bormi? Imtiyoz huquqi bormi? Oilaviy holatingiz qanday? Pensiya turi qaysi? Hammasi alohida ko'riladi. Shuningdek, hujjatlarni tartibga solishda quyidagilarga e'tibor bering. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy xulosalar, o'qish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir odamga hammasi kerak emas, lekin sizning holatingizga mos hujjatlar to'liq bo'lishi zarur. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, hissiyot bilan emas, tartib bilan harakat qiling. Avval hisob kitobni oling. Keyin qaysi davr kirmaganini aniqlang. Keyin o'sha davr bo'yicha hujjat toping. Keyin ariza bering. Keyin yozma javob oling. Shu ketma-ketlik sizni keraksiz yurishlardan, vaqt yo'qotishdan va asossiz rad javoblardan himoya qiladi. 1 avgustdan qayta hisoblash mavzusida yana bitta muhim jihat bor. Oshirilgan pensiya qachondan to'lanadi? Bu savolga javob qayta hisoblash asosiga bog'liq. Agar umumiy davlat oshirishi bo'lsa, odatda belgilangan sanadan qo'llanadi. Agar siz yangi hujjat bilan murojaat qilsangiz, qo'llanish sanasi ariza berilgan kun,
hujjatning mazmuni va amaldagi tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli kechiktirmang. Hujjat qo'lingizda bo'lsa, keyingi oy boraman deb yurmaslik kerak. Yana bir savol. Pensiya qayta hisoblanganda kamayib qolishi mumkinmi? Odatda fuqaro yangi hujjat bilan oshirishni so'rab murojaat qiladi. Lekin pensiya ishida oldin noto'g'ri kiritilgan ma'lumot aniqlansa, tegishli tartibda qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni aniq, to'g'ri va qonuniy asosda taqdim eting. Hech qachon soxta ma'lumotnoma, noto'g'ri yozuv yoki tanish bilish orqali to'g'rilatish yo'liga kirmang. Pensiya davlat to'lovi bu yerda har bir raqam hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Bugun men sizga 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng muhim narsalarni tushuntirdim. Pensiya oshishi hamma uchun bir xil bo'lishi shart emas. Kimdadir eng kam miqdor oshgani uchun o'zgaradi, kimdadir yangi staj yoki ish haqi hujjati topilgani uchun oshadi. Kimdadir esa hujjatlar allaqachon to'lib bo'lgani uchun sizlarga o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l shuki, pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshiring. Kirmay qolgan ish stajingiz bo'lsa, arxivdan hujjat qidiring. Yangi asos topsangiz yozma ariza bering. Javobni ham yozma oling. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni talab qilishda aniq va ishonchli yo'l tutasiz. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz 1 avgustdan oshdimi yoki hali o'zgarish bo'lmadimi? Qaysi hududdansiz va qanday muammoga duch keldingiz? Bu savollar ko'pchilikka foydali bo'ladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling, chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni men sizga oddiy tilda tushuntirib boraman.